Bugün 5 fevral. Uyghur yakın zaman tarixida Uyg'urlarning qalbida jarohatlik vahim paydo qilgan G'ulji qirg'inchilik bo'lgan kun. G'ulja 1944-yil 11-oyning 12-kuni Uyg'ur xalqining mustaqillik irodasini yana bir qatim dunyoga jakorlagan ikkinchi qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyati qurilgan yer. Şuna G'ulja Xitoy hukumatiga nisbatan eng sezgur rayonlarning birisi. Buningdan 24 yil ilgari, ya'ni 1997-yil ise 2-oyning 5-kuni net yüzüge Uyg'ur yosh Abduhalil Abdumajidning rahbarligida mashrab va futbol harakatining cheklanishi, bolalar va ayollarning Xitoy shaharlariga oldab elib ketilishi, zaharlik chekimlikning yamrab ketishiga yo'l qo'yilishi qatorliq adolatsizlarga qarshi tinch shakllik namoyish qilgan. Xitoy hukumati bu namoyishdan qattiq andish qilib, soqchi, qurolliq askarlar, soqchi itlari va ko'ydirish qurollarini ishlatib, namoyishni qonliq bostirgan. 2 haftagacha harbiy holat yurgizib, o'y-mo'y kirib, necha minglagan begunoh Uyg'urlarni tutib ketgan. 2-oyning 5-kuni tutilgan Uyg'urlarni üstü uçuq bir meydana toplab, qalin qorning ustida yalangoq mengishga majburlagan va yuqori besimli shlankada suv chechib, put-qo'llarini to'ngiltib o'tgan. Put-qo'llari ushib ketganlarning put-qo'llari kesilgan. Namoyish yetakchilariga umumyuzlik o'lim jazosi berilgan. Biz har yili 5 fevral G'ulji qirg'inchiligi munosabati bilan dunyoning har qaysi joylarida Xitoy hukumatiga qarshi namoyish qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizgan qirg'inchiligini dunyoga o'ngiltish orqali bu qabohatli kunni eslaymiz.